203 حديث عن جابر بن ساخر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن نهينا أن ترى عوراتنا. Jabir ibn Sakhar haber ete şınlıkta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ol Peygamberimizden işite Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan şınlıkta bizge o'zimizning g'avratlarimizni ko'rsatirga tıyıldı dey. Şınlıkta bizge o'zimizning g'avratlarimizni ko'rsatirga tıyıldı dey. Şuna ko'ra adam balasına kishiga boshqa shit kishiga g'avratlarini ko'rsatirga yaramay. Er kishiga bo'lsa-mu, xotin qizga bo'lsa-mu, shoy xotin qizga bo'lsa-mu, xotin qiz er kishiga bo'lsa-mu, ko'rsatirga yaramay g'avratlarni. Aytganimcha, er kishining g'avrati uning tizindən olib kindigine kadar. Xotin qizning g'avrati, qoy bir qoyimlarimiz aytadilar, mana u uyda nindi kiyim bilan yuri. Masalan, yaqincha uning eng boshidan olib, uning boltirına kadar. To'biq siyana kadar, boltirına kadar. Bu uning g'avrati. Shunga ko'ra bu g'avratlarni chet kishilarga ko'rsatirga yaramay. Ham endi kimga ko'rsatirga yaray g'avratni? Erga ko'rsatirga yaray. Er kishi xotinini ko'rsata ola, xotin qiz o'zining erini ko'rsata ola g'avratin. Shulay uq masalan, bugungi kunda agar bizning yerlarga qaytsak, ko'p kishi munchalarga kiralar. Er kishi bilan munchaga kira. G'avratlarini ko'rsatar. Bu tiyilgan. Shulay uq xotin qizlar kiralar bir-birisi bilan munchaga, g'avratlarini ko'rsatalar. Bu tiyilgan islomda. G'olimlarimiz ayta, bugungi kunda masalan shu xalqda taralgan big afatli avuru ol masalan er kishilarni yaratuvi, xotin qizlarni yaratuvi. Buning tüp sababi deylar. Ul da bo'lsa kishilarning bir-birisining g'avratlarini ko'rsatuvi. Kishilarning bir-birisining g'avratlarini ko'rsatuvi. Shunga ko'ra islomda g'avratni ko'rsatirga tiyilgan. Umuman xotin qizga biz aytdik, masalan, uning eng boshidan boltirına kadar. Bu anga mahram bo'lgan kishilarga mahram bo'lgan atisine, anda obisine ul shu eng boshidan olib boltirına kadar kiyim kiyib jiri ola. Andan qola ko'rsatirga yaramay anga. Lekin uramga chiqqanda butunlay shit kishilarga mahram bo'lmagan kishilarga chiqqanda xotin qizga butun tanini ko'rsatirga tiyilgan. Şeşlerinde ko'rsatirga tiyilgan, oyoqlarında ko'rsatirga tiyilgan. Hatta qo'y bir g'olimlarimiz aytadilar, hatta bitinda ko'rsatirga tiyilgan deb aytadilar. Qo'y bir g'olimlarimiz. Barakallohu fikum.